Masalan, Real o'tgan yili 4 o'yindan 4tasida ham yutdi Barselona. Bu bizni Liga Chempionlar yutgandan ko'ra kuchliroq aloqa beradi. Ilmurat aka bitta gapi bor-ku, boshqa chempionlarga hech narsa kerak emas, Real yuttirsa bo'ldi deydi-ku. O'zi bir 9 ta o'yinchi bilan sezonni o'tkazib keladi. Sababi tan olish kerak, to'liq 11 ta o'yinchi ham chiqmaydigan paytlar bor. Kechagi o'yinda masalan to'liq 11 ta asosiy sostav o'yinchisi chiqmadi. Yamal yosh bo'lishidan qat'iy nazar o'zini oxirgi paytlardagini inobatga olmasak, fantastik o'yin ko'rsatmoqda. Endi Yamal yosh bola, 18 yosh, 17 yosh bola. 17-18 yoshda hozir yiliga 40 million, 45 million yevro pul topayotgan bola. Endi hozir men bilan ikkalamiz gaplashib unga mamlaqa qilsa zo'r bo'lardi deganimizni Yamal eshitib turib, otash to'g'ri aytayapti desa ekan, men uni gapirsan-da. To'g'ri. Hammaga assalomu alaykum. Fanat loyihasi navbatdagi son. Bugun xudo xohlasa ajoyib boshqacha son bo'lishi kutilmoqda, chunki mehmonimiz ham o'ziga yarasha boshqacha inson. Otabek Mirzaxonov. Assalomu alaykum. Rahmat, assalomu alaykum. Avvalo shu loyihaga chaqirganingiz uchun rahmat. Taklifimizni rad qilmay kelganingiz uchun sizga rahmat avvalambor. Sog' bo'linglar. Endi bugun futbol haqida gaplashar ekanmiz qo'ldan kelganicha. Endi men ham o'zimcha tushunganlarimni aytaman, kuzatganlarim, bilganlarimni. Yaxshi bir suhbat bo'ladi degan umiddamiz. Xudo xohlasa. Otabek aka, siz Barselonani anchadan beri kuzatadigan sobiq muxlislardan birisiz. Hozirgi Barselonaga, bu yilgi Barselonaga transferlar oynasi, murabbiylar, jarohatlar ayni vaqtdagi umuman olib aytganda nima bo'lyapti? Endi hali balo kelsa qo'sha keladi deydi. Shunaqa narsalar bo'lyapti deb o'ylayman, sababi o'sha moliyaviy ahvollari ham, bu futbolchilarning oylik nimalari ham hammasi yig'ilib yo o'zi xohlagan transferni qila olmayapti yoki masalan sotish kerak bo'lgan o'yinchini sotgani bilan ertaga ahvol yana ham yaxshi bo'lmasligi aqli yetib baribir qolib ketib qolyapti o'yinchilar. Xullas ketma-ket faqat udar, lekin bunaqa sharoitda bunaqa natijalar ko'rsatish ham deyman ancha-muncha jamoaga emas. Shunday. Lekin o'ynayapti, oxirigacha o'ynayapti. Mana kechagi o'yinni ham Girona bilan o'yinni ham oladigan bo'lsak, o'sha Araujo hujumchi bo'lib maydonga tushdi. U keyin o'yin davomida Flik bilan bo'lgan suhbatlari to'g'risida bugun ijtimoiy tarmoqlarda gapirishdi. Hujumchi bo'lib o'yna olmaysanmi desa o'ynayman degan. 16 yoshgacha Araujo o'zi hujumda o'ynaganligi, keyin ochilib chiqdi, keyin himoyachi pozitsiyasiga o'tganligi to'g'risida yozishdi. Himoyachi bo'lib turgan o'yinchini ham hujumda o'ynatishga majbur, sababi Yamal jarohat olib 60 minut o'ynab chiqib ketdi. Rafinha umuman o'ynamadi. Olmo jarohat bor, Ferran Torres, Lewandowski deyarli hech kim qolmadi. 17 yoshli bola hujumda o'yin boshladi, lekin oxirida baribir qarasangiz bir haligi nima deydi? Spartanislarga o'xshab oxirigacha kurashib 3 ochkoni oldi. Biz shu uchun ham deyman, shu Barselonani bu anchadan bir kuzatilmayotgan narsa edi. Flik davrida yaxshi bo'lib qoldik, shu oxirigacha o'ynaydi. Shunday. Hakamning qushdagi chalingungacha natija uchun o'ynashi yana ham bu jamoani o'yinidagi jozibadorlikni oshirdi desak to'g'riroq bo'ladi. Endi bu holat baribir yana shu stadionni qurilib, o'yingohi kirib ichiga moliyaviy ahvoli yaxshilanmaguncha transferlar bozorida ham bir kattaroq xarid qiladi deb o'ylamayman, boshqa ham bo'lmaydi. Shu baribir shu akademiyaning bolalari bilan shunaqa o'ynaydi. Qiyin shu yosh bolalarga Flikka qiyin bo'lyapti xolos. Shunaqa. Yana ustiga kecha qizil kartochka oldi Flik. Endi klassikon o'tkazib yuboradi. Ko'rmayin ham, kuymayin ham. Balkim bo'lishi mumkin. Aynan o'sha kecha g'alabaga sababchi bo'lgan Araujo ham oxirgi paytlar juda ham ko'p tanqidlarga sababchi bo'layotgan futbolchi edi, aynan himoyada. Va kecha qaysidir ma'noda tanqidlarga javob bergandek ham tuyuldi. Va transferda Rashford o'zini oqlamayotgandek ko'ringandi. Boshidagi 2 o'yinda va ayni vaqtda deyarli hamma narsa Pedri bilan Rashfordga bog'liq bo'lib qoldi. Bu futbolchilarni oxirgi o'yinlarda o'zini ko'rsatgani baribir Flikning mahoratimi? Sizni o'ylashingiz bo'yicha? Endi bu darajada chuqur tahlil qilib tarashadigan darajada futbol mutaxassisi emasman, lekin
jamoani bugungi natijalari shu jamoa tarkibida 2-3 ta individual tarzda o'yin natijasiga ta'sir qila oladigan o'yinchilar borligida deb bilaman. U Yamaldir, u Frenkie de Jongdir, Pedridir. Faqat kechagi o'yin emas, umuman oxirgi o'yinlar, Rafinha shu 5-6 ta o'yinni bitta o'zi individual harakatlar bilan hal qila oladigan o'yinchilar bor, yo bo'lmasa bitta pas bilan yaxshi vaziyatga chiqazib qo'ya oladigan o'yinchilar borligini evaziga ham natijalar bo'lib kelyapti, o'xshab kelyapti deb. Agar himoyachilar yaxshi o'ynab qolsa, yirik hisobda yutiladi. Agar himoyachilar yaxshi o'ynamasa, bu o'yinchilar ko'proq gol urishiga to'g'ri kelyapti. O'sha 5-4, 4-3 bunga o'xshagan hisoblar bo'lishini ham sababi shunda deb bilaman. Endi himoyada har qatlam muammolar bor. Uni ustiga endi sal moslashib qolgan Martinez sotib yuborishdi, boshqa bo'ldi. Noto'g'ri qilishdi. Sotib yubormadi, tekinga berib yuborish shekilli. Va hammasi baribir shu moliyaviy vaziyatdan kelib chiqib bo'lyapti deb o'ylayman. Yo'q, shu holat yaxshilanmaguncha bugungi jamoadan bundan hozir ko'rsatib turgan natijasidan ko'proq narsani talab qilish o'zi ham Barsaning haqiqiy holatini tushunmaydigan, unga muxlis bo'lmagan odamni xohlati deb bilaman. Har qatta Barselonani bugungi holatini yaxshi bilgan, his qilgan odam bugungi ko'rsatayotgan o'yiniga qoniqib gap bo'lishi mumkin emas. Oxirigacha o'ynashyapti. Davay, u kubok haqida gap emas. Hozir yaqin 2-3 yil ichida Barselona uzr Manchester United muxlislaridan uzr so'ragan holatda shunaqa ahvolga tushib qolmasligi haqida gap ketyapti hozir. To'g'ri. Hozir shu kuchli chempion bilan olishyapti, baribir nima qilsa ham. Masalan, Real o'tgan yili 4 ta o'yindan 4 tasida ham yutdi Barselona. Bu bizni Liga chempion yutgandan ko'ra kuchliroq anaqa beradi. Ilmurat aka bitta gapi bor-ku, boshqa chempionlarga hech narsa kerak emas, Real yuttirsak bo'ldi deydi-ku. Endi shunga o'xshagan narsalar sababi hozirgi holat har qatda juda nima holati deb bilaman jamoani. Yana bir 2 yildan keyin boshqa narsalar haqida gapirsa bo'ladi. 1 yil balkim bu yil ham bo'lar. Bular hammasi endi mo'jizani singari narsalar. O'zi o'tgan mavsumdagi Barselona bilan hozirgi mavsumdagi Barselona deyarli ancha farqi bor. Garchi murabbiy o'sha bo'lsa ham, garchi muammolar o'sha bo'lsa ham, lekin bu mavsumda jarohat ko'p. Va Flick Barselonaga kelganda Flickning ustunligi nima deb aytilganda, ko'proq futbolchilarning jismoniy holatiga ko'proq e'tibor qaratadi. Shu sababli ham jarohat kam bo'ladi deb aytilgandi, lekin bu mavsumda ko'rib turibmizki, u taxminlar o'zini oqlamayapti. Ya'ni nima so'ramoqchiman? Bu mavsumdagi Barselonadan nima kutyapsiz o'zi endi oxirigacha? Shu faqat mo'jiza. Yaxshi. Sababi aytibman, hozirgi o'yin bu qiyinchiliklar hammasi. Endi balkim jamoa to'liq tarkibda maydonga qaytgandan keyin o'yin ham o'zgarib ketishi mumkin jarohatlardan qaytib, lekin hozir jarohatlar shunaqa bo'lib turadigan bo'lsa, endi hozirgi Barselonaning to'liq 22 ta kuchli bir-biriga raqobat qila oladigan o'yinchisi yo'q birinchidan. Shu o'zi bir 9 ta o'yinchi bilan sezonni o'tkazib keladi. Sababi tan olish kerak, to'liq 11 ta o'yinchi ham chiqmaydigan paytlar bor. Kechagi o'yinda masalan to'liq 11 ta asosiy sostav o'yinchisi chiqmadi masalan. Shu yosh bola bilan boshlandi. Endi gap unda emas, masalan Yamal ham 16 yoshligida boshqacha o'ynagan. Endi har kuni ham bo'lmaydi-da, Yamal, Messiga o'xshaganlar. Baribir sezilib qoldi deb o'ylayman. Shuning uchun ikkinchi taymda sirazi o'zgarishlar qilib, anaqa qildi deb o'ylayman. Hozircha faqat shu sabr Barselona muxlislariga, lekin yomon o'ynamayapti jamoa. Yaxshi o'ynayapti. Shu holida ham shunaqa natijalar qaytib turish o'zi yaxshi deb o'ylayman. Shundan ham La Liga mavzusidan chetlashmagan holda shu yerda qolamiz. Keyingi turda bizni El Clasico kutib turibdi. Real Madrid hamda Barselona bo'lib ham Santiago Bernabeuda. Bo'lib ham Flicksiz. Bo'lib ham Barselona bunaqa jarohatlar bilan boradi. Endi baribir Klasikoda qanaqa muammolar bor, kimlar o'ynaydi, kimlar o'ynamaydi, u nomi bilan El Clasico. U butun dunyo ikkiga bo'linadigan kun. Har qanday muammolar chetga surilib, bor e'tibor o'sha o'yinga qaratiladi. Qonga qon, jonga jon deb chiqadigan o'yin. Taxminlar qanaqa bu o'yinga o'zi? Hozir ikkala jamoani holati haqida qaraydigan bo'lsangiz, Real Madrid jamoasida ustunlik borga o'xshab ko'rinadi. Sababi chempionatda birinchi o'rinda, Chempionlar Ligasida yaxshi o'ynayapti. Mbappe to'xtamasdan gol uryapti, dubl, hat-trick, har xil holatlarda. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham Barselona
hech qachon Real Madriddan kim o'ynashdan qat'iy nazar jamoada umuman hech kim qolmasdan faqat shu akademiyani Lamasiyan bolalari qolgan taqdirda ham faqat g'alaba uchun o'ynaydi deb o'ylayman. Jamoamiz Santiago Bernabeuda kichik hisobda g'alaba bilan qaytadi deb o'ylayman. Zo'r javob. O'zi shaxsan meni qiziqtiradigan bir savol bor-da, Otabek aka sizda. Oldingi suhbatlarimizda aytgansiz, Barselonaga qachondan muxlislik qilishni boshladingiz? O'sha United bilan o'yindan keyin, o'sha 3-dan keyin degansiz. O'sha vaqtlari Real Madridda bo'lmasa Galacticosda yig'layotgan vaqt edi, prime vaqtiga chiqayotgan vaqt edi. Siz demak La Ligaga o'tmoqdasiz va La Ligada bir gigant jamoa turganda nega aynan Barselonani tanlagansiz? Yo'q, o'zi to'g'risini aytadigan bo'lsam, men bu Barselonani o'yinini ko'rganman, shu jamoaga muxlislik qilib qolganman. Masalan, u yerda Raul, Fernando Hierro, undan oldin masalan boshqalari ham hammasini shu Redondo'la o'ynagan paytlari ham, undan keyin mana sekin Ronaldo, Zidane, Beckham, Figo. Men muxlislik qilishni boshlaganimda Figo Barselonaga endi kelgan paytlar edi. Aynan Barselonadan Realga o'tib ketishini shu gazeta bormi, televideniya bormi, shunda ko'rganmiz biz nima bo'larkan deb. O'tmasa kerak deb o'rtoqlar bilan o'tirib bahs boylashgan paytlarimiz va o'tmaydi. Eng yaqin o'rtog'im Fazliddin degan bola bor, shu Andijonda, Bo'stonda mahalladoshimiz. O'zi mendan bir yosh kichkina, lekin birga futbol o'ynab katta bo'lganmiz. U Real muxlisi edi. Men Barselona muxlisi edim. Ikkalamizga bemalol kun davomida 24/7 bahslash uchun mavzu tayyor turardi. Shunaqa. Shu ko'p muhokama qilardik, boshqa qilardik. Lekin baribir ham Barselonani shu nima deydi, odamga o'zi yoqib qoladi shekilli, qanaqadir. Shu jamoa, terma jamoalar o'rtasida o'yinlar bo'lsa, Braziliyani shu o'yinlarni yaxshi ko'raman. Argentina, Italiya, lekin Germaniya zo'r o'ynardi, zo'r jamoa hisoblanardi. Shu Braziliyani 7-1 ko'rgan o'yinlar endi yaqindan 2014-yillar. Baribir ham Germaniya unaqa nima qilmasdi, yoqmas, tushmasdi menga, bilmayman, bo'lmasa zo'r futbol o'ynaydi, tartibli futbol o'ynaydi, pressingi boy futbol o'ynaydi. Men ko'proq shu fintlar bilan, boshqa bilan o'ynaydigan jamoalar o'yinlari yoqardi. Chiroyli futbol. Chiroyli paslar chiroyli berildi. Shu Andre Pirlo, Del Piero paytida Italiya ham boshqacha o'ynardi. Cannavaro, Nesta, Maldini. Endi shuning uchun u Argentina, Braziliya jamoalarining o'yinlarini yaxshi ko'rib kuzatardik. Klublar o'rtasida bo'lgan to'g'risida gapiradigan bo'lsak, shu Barselona, Manchester United, Inter shu jamoalarning o'yinlarini oldindan boshqacha kuzatib kelganmiz. Flick o'tgan mavsumda qanchalik zo'r o'yin ko'rsatishdan qat'iy nazar, baribir Chempionlar Ligada mag'lub bo'lib chiqib ketdi, bo'lib ham Interga. Muxlislar aytishadi, Real Madridda ketma-ket 3 marta Chempionlar Ligani yutganini Real Madrid muxlislari aytsa, u bilan kafolatlanib qolmanglar, o'zaro o'yinlarga qaranglar deyshadi baribir. Lekin biz ko'ryapmizki, Chempionlar Ligani yutish oson emas ekan demak. Umuman o'sha Barselonani o'tgan mavsumdagi bu Chempionlar Ligadagi o'yinlari, bu mavsumdagi Chempionlar Ligada qanaqa o'zi tutish haqida fikrlaringiz bildirsangiz. To'g'risini aytadigan bo'lsam, o'zi kimdir aytadi Real shuncha yutgan Chempionlar Ligasini, kimdir aytadi Barselona bilan qilgan. Bu jamoalarda o'zi aslida to'g'risi men Barselona muxlisi bo'lganim bilan Real masalan Manchester City bilan yo Bavariya bilan yo bo'lmasa Liverpool bilan shunga o'xshagan katta jamoalar bilan PSG bilan mana bugungi kunda o'yinlari bo'lsa o'tirib ko'ramiz. Nimaga? Sababi sifatli futbolni yaxshi ko'ramiz, futbol muxlisi sifatida. U kelgan unaqa o'tirib olib masalan Real bilan Manchester City o'ynasa yo bo'lmasa boshqa jamoalar o'ynasa, unaqa jim muxlislik qilib ham o'tiravermayman unaqa boshqa jamoaga. Real yutsa Real, u yutsa u, bu yutsa bu. Yaxshi futbol uchun ko'ramiz, boshqa qilamiz. Endi bu jamoalarni bunaqa deb bir-biridan bu kuchli deb ajratish noto'g'ri deb bilaman. Bugun masalan 26-oktyabr kuni shu kuni o'yin bo'ladimi? O'sha sanada kim yaxshi formada bo'lsa shu yutadi. Bularda hech qachon aniq bu yutadi degan gap bo'lmaydi. Kim yaxshi ruhiy holati ham, jismoniy holati ham, boshqasi ham 26-oktyabr kuni kimda kuchli bo'lsa, kimda o'ziga ishonchi yaxshi bo'lsa shu yutadi deb bilaman. Bularda asosan ko'proq baribir shu ruhiy holat ko'p anaqada o'ynaydi. Kimdir chiqib
ikkinchi daqiqani o'zida bitta qizil olib butun komandani sharmanda qilib uyat qilib qo'yish mumkin. Bunaqa o'yinlar PSG bilan Barsani o'rtasida ham bo'ldi. Masalan, Arauxo'ning o'sha harakati qo'yib yuborganda ham balkim u urarmidi, gol urmasmidi. Shunchaki qo'lini tekkizdi, bo'ldi, yiqildi, penalti berdi, u qizil olib chiqib ketdi. O'sha Xavi davridagi o'yin. Vaholanki o'sha paytda ham Xavi Chempionlar Ligasini yutamizga tushib qoluvdi. PSJdan o'tsa bo'ldi edi. Yog'i osonlashib ketar. Balkimda endi u balkim degan bilan o'zgarmaydi. Bu jamoalarni deyman o'yinini to'g'ri muhokama qilish kerak, boshqa qilish kerak. Lekin ora-orada muxlislik darajasini ham sal bir chetga surib qo'yib turib, shunchaki o'yinlarni ko'rib maza qilish kerak deb o'ylayman. Sababi biz bo'lmam juda bir boshqacha davrda futbol bilan birgalikda katta bo'ldikki, o'sha Messi, Ronaldo davri, undan oldinroq Ronaldinho, undan oldinroq braziliyalik Ronaldo, Rivaldolar davri, Beckham davrlari, Del Piero, juda ko'plab o'sha Figo, Zidane masalan, juda ko'plab hammaga yoqadigan futbolchilar deyarli hamma jamoada bor edi. Hozir unaqa ko'p emas deb o'ylayman, unaqa yulduzlar. Endi sekin-sekin yana qo'shilish boshladi. Orada bir faqat Messi, Ronaldo bo'lib qoldi. Boshqalar yaqiniga ham kela olmay qoldiki va boshqalar bo'lib qoldi. Bo'lib ham uzoq yil davom etdi bu narsa. Ana endi hozir Messi, Ronaldo tugab yana PSJning o'zini yaxshi ko'rgan futbolchisi bor, o'yinni hal qiladigan City, Manchester Cityda bor, masalan, Barsani o'zida bor, Realda o'zida bor. Hammani yana o'zini nima deydi, yulduzi jamoani ishongan yulduzlar yana paydo bo'lishi boshladi. Sababi Ronaldo bilan Messining davri tugadi endi. Sekin o'sha pensiyaga chiqsa ham bo'laveradigan holat. Soqqaniga yurishdi endi prosta. Endi davri tugadi deymizki, lekin bu ikki qariya baribir o'zlari trenddan tushgisi kelmayapti. Kecha ko'rdik, Ronaldo ajoyib 40 yoshida ham bunaqa fantastik go'llarni Messi MLS-da bilmayman nimalar hat-trick qilib tashladi, plus bitta assist bilan. Biz tan olishni xohlamayapmiz xolos deb o'ylayman, lekin yetib kelyapti sekin. Sababi hech kim yuqori formada o'zi bular shuncha yil o'ynaganini o'zi juda katta gap. Oldin biz yoshligimizda 30 yoshdan keyin futbolchilar sekin yig'ishtirish paydo bo'lardi. 34-35 yoshdan keyin darvozabonlar yig'ishtirish paydo bo'lardi. Agar yaxshi formada, yaxshi darvozabon bo'lsa, 34-35 yoshgacha o'ynaydi. Hozir hujumchilar 40 yoshda yugurib futbol o'ynab, bunaqa hat-trick, dubl qilib, yana shtrafni o'yin jarima maydonchasi tashqarisidan gollar urib bunaqa qilish, bular faqat jismoniy holat yaxshiligidan dalolat beradi, deyman. Baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bu yerda boshqa yulduzlar ko'payotganligidan ham sezilsa bo'ladi, tugayapti. Sababi bular xalqatda yulduz bo'lgan paytda hech kim yoniga yaqinlasha olmagan. Neymar sal harakat qilgan bo'lishi mumkin. Endi uni baribir o'zini odob jihatdan tarbiyasi ham sal xalaqit qilardi bu narsaga. Balkim. Endi unga ham oson bo'lmagan deb o'ylayman. Sen mana shu ikkalasi bilan bir xilsan deydigan odamlar ko'p bo'lganda yonida. Shunaqa. Yo'q edi, u ham o'zi men shunaqa ekanman degan bo'lib ketib qo'ygan. U bilmaganki bunaqa darajadagi o'yinchidir, lekin u holatda uzoq turish uchun men ko'proq trenirovka qilish kerak edi. Endi u Janubiy Amerikalik o'yinchilarda bu narsa kamdan kam uchraydi baribir. Messi bir shunaqa bo'lib qoldi. Ronaldo va Messini o'rnini bosadigan futbolchilarni ko'rishimiz mumkinmi? Hozir ko'rib turibmiz, Yamal yosh bo'lishidan qat'iy nazar o'zini oxirgi paytlardagini inobatga olmasak, fantastik o'yin ko'rsatmoqda. Haqiqatan fantastik. Va Mbappeni ham ko'rib turibmiz. U ham 18 yoshda jahon chempioni bo'lgan misol. Va hozir ham Real Madridni yagona yetakchisi desak ham adashmagan bo'lamiz. To'g'ri, lekin bitta narsa borda, hozir biz Ronaldo bilan Messining o'rnini bosadigan o'yinchi chiqadimi desak, katta avlod turadi-da. Ronaldo bilan Messining o'zi Maradona bilan Pelening o'rnini bosmagan deydi baribir. Sababi ular Maradonani o'yinini his-hayajon bilan kuzatgan tomoshabin Messi bilan Ronaldo davrida faqat kuchli o'yinlarni tomosha qilgan bo'lsa, u uchun baribir Maradona davri boshqacha bo'lib tuyuladi. Kim uchundir Ronaldinhoning o'yinlari ikkalasinikidan ham ustun. Kim uchundir masalan Braziliyalik Ronaldoning o'yinlari Messidan ham Ronaldodan ham yaxshidir tuyuladi, boshqacha tuyuladi. Sababi hammaning o'zining davri bor, boshqasi bor. Endi bugungi avlod ham masalan balkim Messi bilan Ronaldoga uncha solishtira olmasdan boshqa qilmasligi mumkin. Ishoning 15 yil, 20 yildan keyin umuman boshqa atmosferada o'tirgan bo'lamiz.
bunaqasi qaytib bo'lmagan deb kimdir haqida, futbolchi haqida chiqib yoshlar gapirayotgan bo'ladi. Ronaldoni, Messini o'yinlarini faqat televizorda shu nima deydi, повторlarini yo bo'lmasa YouTube'da, Instagram'da tikta fintlarni ko'rib qo'ygan bo'lmasa, o'yinini, hayajonini his qilmaganlar uchun bugungi his hayajonni, atmosferani bergan o'yinchi baribir eng zo'r bo'lib qolaveradi. O'z davrini yulduzlari deb. Shu davrini yulduzlari sifatida shu Mbappe, Haaland, Yamal, yana kim bor? Hozir mana PSJda ham Dembele, ana Due ham zo'r ekan. Juda ko'p masalan bunaqa. Shular mana shu kelajak, masalan Bellingham, yana kim bor yoshlardan? Pedri, Pedri, Vitinha, Pedri, bular hammasi. Men o'ylaymanki, shu bugungi futboldagi shu Messi, Ronaldo bo'lishga harakat qilayotgan insonlar deb bilaman. Endi agar kimda kim stabil o'yin ko'rsatib, 3 yil, 4 yil davomida hech bo'lmasa 2 ta yoki 3 ta oltin to'p olsa, keyin shu odamni mana yaqinlashib qoldi desak bo'ladi. Ungacha har yil har xil oladigan bo'lsa, biz Ronaldo, Messi erasidan chiqib yana oldingi futbol, shu 30 yil oldingi futbolga qaytdik deb o'ylayman, 25 yil oldingi futbolga. Farq mana shu yerda ko'rinadiki, Ronaldo va Messi davrida faqat Ronaldo va Messi edi. Hozirning o'zida mana sanashda ham bir nechta nomlarni sanayapmiz. U vaqt unaqa bo'lmagan. Shu yerda o'zida ham bilinadi-da, baribir farq. Barselonaga qaytamiz Otabek aka. Yamalni esladik. Yamal haqida sizning fikrlaringiz bizga qiziq. Muxlis sifatida o'zini futbol maydonida o'zini qanaqa tutishi va futboldan tashqari o'zini qanday tutayotgani baribir ommaviy axborot vositalarida aylanmoqda. Bu futbolchi sifatida, bu yosh futbolchi sifatida o'zi qanchalik o'rinli yoki noo'rin, baribir siz ham futbol ichidagi odam bo'lgansiz bir vaqtlar. Endi Yamal yosh bola, 18 yosh, 17 yosh bola. 17-18 yoshda hozir yiliga 40 million, 45 million yevro pul topayotgan bola. Endi hamma shu unaqa qilyapti, bunaqa qilyapti deyotganlar shunchaki o'zini 17 yosh davrini bir Eslab ko'rsa, eslasinda, tasavvur qilsin, yiliga 40 million, 45 million yevro pul topadi. Butun dunyo uni taniydi, uni muhokama qilyapti. U nima qilgan bo'lardi? Shunaqa. Chunki hamma o'zini bir, agar men bo'lganimda nima qilardim degan savol bo'ladi-yu. Endi yosh bola 17-18 yoshda biz nima qilganmiz? Biz bilmayman endi, masalan, u endi bu yog'iga u yon atrofi agar yaxshi bo'lsa, ushlab qolsa qolib ketadi. Bo'lmasa bunaqa bo'lgan futbolchilar juda ko'p. Ronaldinho ham aynan shu nachnoy hayot deydi, tungi hayot sindirgan deydi. Braziliyalik Ronaldoni ham, Neymarni ham masalan. Bu narsa bular bilan yonma-yon yuradigan narsa. Endi bu mashhurlikda, bu pulda ham ko'tariladi. Bajargan. Lekin hozirgi o'ynayotgan o'yini ko'rsangiz, masalan, maza qilasiz. Har qatda yaxshi o'ynaydi, zo'r o'ynaydi. O'yinni masalan bitta pas bilan yo bo'lmasa bitta fint bilan golli vaziyat yarata oladigan o'yinchi. Har qanaqa vaziyatda 90 minut yugurmasin, lekin to'p tushsa hozir nimadir qiladi deb kutib turasiz-da, ichingizda bir nima bu. Demak, yaxshi o'yinchi. Agar 90 minut undan hech narsa kutmayapsizmi, demak u yaxshi o'yinchi emas. Hozir mashinga tushsa nimadir qiladi degan ishonch bormi ichingizda, demak yaxshi o'ynaydi bu. Har doim shunaqa o'ynab kelgan degan bir ishonch bor ichingizda. Endi u hayoti, o'zini hayoti, biz uni futbolini tomosha qilamiz, hayotini muhokama qilmaymiz. O'zi javob beradi yaratganning oldiga borganda. Endi bu muhokama qilayotgan odamlar ham men o'ylashim bo'yicha tashvishlanmoqda. Qaysi ma'noda? Hozir tan olamizmi, tan olmaymizmi, baribir Yamalning qanotida. Endi hozir men bilan ikkalamiz gaplashib, unga mamlaqa qilsa zo'r bo'lardi deganimizni Yamal eshitib turib, otash to'g'ri aytayapti desa ekan, men uni gapirsan-da. To'g'ri bu gap. Gapni gapir uqqanga deydi. Endi masalan uni hozir unaqa demasligiga men 100% uverenli bo'lib turib, vaqtimmi, sabrimmi, nimanmi, o'zim asabiylashtirib gapirib nima qilaman. Endi shunaqa ekan, endi nima deydi? Balkim bu oshirib yuborilgan PRdir balkim. Matbuotdan hozir nima yozsa ishonib bo'lmaydigan bo'lib qoldi. Uni oldin tekshirib, keyin anaqa qiladigan bo'lib qoldi. Balkim har qatda shunaqadir. Endi uni hayoti nima qilamiz, uni muhokama qilib, boshqa qilib o'zi javob beradi. Necha yil o'ynasa, o'yini yaxshi bo'lsa, o'yinini ko'ramizda maza qilamiz, muxlislik qilamiz. Raz bo'lmasa, demak shunaqa yursa odam shunaqa bo'lib qolar ekan degan xulosa qilamiz bo'lmasa. Shu shunaqa. Barselonada yana qayta Messini ko'rishimiz mumkinmi?
Yo'q, Messini qaytishini emas, Messi darajasidagi futbolchini. Endi balkim o'zini davrini Messilari chiqsa kerak. Ronaldinho ketayotgan paytda masalan shaxsan men qaytib bunaqasi kelmasa kerak endi Barselonaga deganman. Keyin Messini o'yinlarini ko'rdimda balki o'yin stili boshqachadir. Lekin Ronaldinhodan ko'ra klub uchun ko'proq xizmat qildi, ko'proq mehnat qildi, ko'proq natija keltirdi. Qaysidir taraflama masalan Ronaldinho undan kuchliroq ustozi ham masalan deb gapirishadi, yangi kelgan paytda qo'llab-quvvatlagandim. Lekin men uchun masalan shu aytdim-ku, kim uchundir ham boshqa uchundir ham futbolchini o'zini boshqacha bir jihatlari bo'ladi, yoqadigan, lekin hammani o'zini davrini eng kuchlilari baribir chiqadi deb o'ylayman. Futbol bundan masalan 30 yil oldingi o'yin bilan hozirgi o'yinlarni ko'rsangiz ham farq qiladi. 30 yil, 15 yil oldingi o'yinlarni ko'rsangiz ham farq qiladi. Tezlashgan o'yin boshqacha bo'lgan, umuman o'zgargan. Endi ana shu futbol o'zgargan futbolni o'zgargan jihatini yaxshi o'zlashtirganlari baribir Lyubimchik deydi ruschasiga aytganda, muxlislarning eng yaxshi futbolchisi bo'lib qoldi. Shunday. O'zi mavzuyimiz Barselona edi. Siz Barselona muxlisi bo'lganingiz uchun ham, lekin ayni vaqtda har bir o'zbek o'g'lonining o'z fikriga ega bo'ladigan narsa bu. O'zbekiston milliy terma jamoasi murabbiyi almashdi. Aynan bu masalada ham sizning fikrlaringiz bizga va tomoshabinlarga, sizning muxlislaringizga ham qiziq. Cannavaroning kelishi, Kapatzening bosh murabbiylikda olinishi, Quvayt va Urugvay bilan bo'lgan o'yinlar, biz bilamiz baribir siz hech qaysi o'yinni qoldirmasdan ko'rgansiz. Hozirgi fikrlaringizni bildirsangiz shu haqida. Endi meni shaxsiy fikrim shunaqaki, Cannavaro kelgungacha masalan shu boshida aytildi, Löw keladi deyildi, keyin undan keyin Paulo Bento deyildi, keyin Fatih Terim deyildi. Endi qaysidirlari bilan gaplashilgan, nima qilingan bilmayman-ku. Kelgungacha har qancha gap bo'lsa gapirildi. Kimdir Kapatseni qolgani yaxshi dedi, kimdir Cannavaro kelgani yaxshi dedi. Boshqa dedi. Endi bugun endi Cannavaroga topshirilgandan keyin deyman, hammamiz bu futbolchi bo'lamizmi, futbol muxlisi bo'lamizmi, shu vatan, shu O'zbekistonni sha'ni shu yerda Meksika, Amerika, Kanada maydonlarida butun dunyoga yaxshi natija bilan qaytish uchun birlashishimiz kerak. Faqat qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Har xil gap so'z, faqat futbolchilar o'rtasida har xil ishonchsizlik yoki terma jamoa bosh murabbiyi bilan. Endi men aynan meni gapim bilan demoqchi emasman, umuman ham shunaqa bo'layotgan gap so'zlar bilan bu faqat minusga ta'sir qilishi mumkin deb hisoblayman. Bu yoqga hamma faqat shu yurt sha'nini himoya qilayotgan yigitlarni, shu murabbiylarni qo'llab-quvvatlash kerak deb hisoblayman. Yana menga bitta yoqqan taraf shundan iborat bo'ldiki, Cannavaroning shu Superliga o'yinlariga tashriflaridagi bitta ikkita o'yinlarni ko'rdim. Bu o'yinlar oldingi o'yinlarga nisbatan o'zini shiddati bilan, azarti bilan vobshe farq qildi. Sababi maydondagi hamma futbolchilar o'zlariga ishonch bilan o'ynashdiki, men ham keyingi terma jamoa o'yinchisi bo'lib qolishim mumkin. Jahon chempionatiga men ham borib qolishim mumkin degan bir ishonch bilan o'ynadi. Sababi u bekordan bekor Qarshiga, Samarqandga, boshqaga bormaganligini. Farg'onaga boradi. Mana bugun Farg'onada Neftchini o'yinida. Men aniq ayta olaman, bugungi Neftchi o'yini ham oldingi o'yinlardan farq qiladigan o'yin bo'ladi deb o'ylayman. Azart jihatidan ham, shiddat jihatidan ham, bolalar o'zlarini berib o'ynashi jihatidan ham, shu hozir kirishdan oldin ham gaplashdi shu Samarqand Dinamodagi Anvar Hojimirzayev haqida. Shaxsan men masalan hozir shu yigitni terma jamoadan o'ynashini xohlardim oxirgi o'yinlarda. Shu Buxoro bilan o'yindagi goli haqida sizga gapirib berdim hozir. Menga yoqdi masalan. Masalan Angliyadagi terma jamoa hozirgi terma jamoaga-da bizni terma jamoadaqa qarash bo'lganda edi, oldin shunaqa edi bizda masalan. Rahim Sterling ham, Jemi Vardy ham, Grealish ham hozir ham o'ynab yurgan bo'lardi-da. Biz haligi nomiga qarab, ko'p o'ynaganiga qarab emas, bugun kim yaxshi formada bo'lsa, kim shu vatanni jamoasini sha'nini yetarlicha himoya qila oladigan kuchda, jismonan ham, ruhiy jihatdan ham tayyor bo'lsa, shular tushish kerak deb o'ylayman. Angliyada shunaqa kim bo'lishidan qat'iy nazar formada emasmi, qochib turadi, o'rniga boshqasi tushadi. Yoshmi, boshqa farqi yo'q, o'yinlari yaxshimi? Ikkita o'yinda yaxshi o'ynasa ham chaqirib o'ynatadiki, shu yaxshi formada hozir shundan foydalanib qolaylik, o'ynataylik, shu formadalik paytida o'ynadik. To'xta hech bo'lmasa bir 2 yil o'ynasin, keyin chaqiramiz. Yo'q, 2 yilda travma olib yo'q bo'lib ketishi mumkin. Ha, mana ikkita ketma-ket o'yinda zo'r o'ynadim, boshqa bo'lyapti. Hech bo'lmasa masalan
Kuvayt bilan bo'lgan o'yinlarda o'rtoqlik uchrashuvlarida, Urugvay bilan ham mana o'rtoqlik. Shu o'yinlarda o'rtoqlik hech bo'lmasa o'yinlarda bularni qo'yib bir sinab ko'rish kerak edi deb hisoblayman men, o'zim shaxsiy fikrim. Endi bu mana Kannavaroni kelgani ham boshqasi yutuq taraflari bo'ladi. Lekin o'zimdan so'raydigan bo'lsa, masalan men shaxsan o'zim fikrim bu terma jamoada Temur Kapadzeni qolish tarafdori bo'lganman lekin. Sababi endi bu ham yaxshilikkadir. Endi aytibman uni bunday edi degan bilan hozir nima emas. Hech bo'lmasa shu jahon chempionatiga ham boshqaga ham yordamchi murabbiy sifatida borsa yaxshi bo'ladi degan fikrdaman hozir. Kamida tajriba bilan qaytadi. Hech bo'lmaganda. Baribir ham katta musobaqa, katta turnir, u yerda bo'lish faqat foyda bo'ladi deb o'ylayman. Vatanimizdan ham kelajakda shunaqa vaziyatlarda kim bor ekan dunyodagi bizni boshqaraman degan savollar boshqa tug'ilmasligi uchun ham bir fundament qo'yiladi deb o'ylayman shu harakat bilan. Fikrim shu. Katta rahmat sizga, Otabek aka. Va bizda bir rubrika bor endi, qizil kartochka degan rubrika. Ruxsat bersiz, 5 ta savolimiz bor sizga Barselona haqida. Qizil kartochka berib chiqarib olmaysizlar. Yo'q, bu nega qizil kartochka shunaqaki, topolmagan savolingizga jazolanasiz qaysidir ma'noda. Sharti bor. Nechta topolmasangiz. Ruxsat berasizmi? Mayli. Birinchi savol, Messi El Clasico'da Real Madrid darvozasiga nechta gol urgan? Unaqa gollar sonini bilmasam kerak. Lekin El Clasico'da eng ko'p gol urgan bilaman, eng ko'p Lionel gol Messi. urgan futbolchi Lionel Messi. 46 ta urganmi? Yo'q, 26 ta gol urgan ekan. Endi 20 tasini keyin uradi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz. Barselona tarixida ilk Chempionlar Ligasi g'alabasi qaysi yilda kiritilgan? Oldin bo'lgan shekilli. Yo'q, 74da bo'lganmi? Yo'q, aynan Chempionlar Ligi deb nomlanganidan keyin. Keyingisimi Chempionlar Ligasi deb nomlangan. 90 Kuman Wembleyda gol urgan, 1-0 bo'lgan. Agar shu o'yin bo'lsa, 96 adashmasam. 94 mi? Yo'q. O'yin hisobini kim gol urganini topdingiz, lekin Wembley stadionida bo'lgan o'yin. Aynan o'sha. 94 mi? Yo'q, pastroq tushing. 92. 92. Keyingi savolimiz, Barselona tarixida eng yosh debyut qilgan futbolchi kim? Lamin Yamal, Ansu Fati ikkalasidan bittasi. Lamin Yamal. 15 yosh, 290 kunda, 2023-yilda tushgan. Fati ham shunaqa yoshroq boshlagan edi shunga. Yamal faqat kunlikka ozroq kamroq ekan Fatidan. Keyingi savolimiz, 2009-yilda Barselona deyarli hamma kubokni qo'lga kiritgan va shunaqa statistika borki, har bir chempionatda, har bir musobaqada gol urgan yagona bir futbolchi bor ekan. O'sha futbolchi kim? 2009dami? Pep davrida, Prime davriga chiqayotgan paytlari. Messimi? Afsuski yo'q. Henry'da bo'lsa. Afsuski yo'q. Eto. Yo'q. Pedro Rodriguez. Har bir musobaqada gol urgan ekan o'zi ham. Oxirgi savol, balki buni bilarsiz, chunki Barselona muxlislari aynan sizdan ham qaysi o'yinni qayta ko'rish imkoni bo'lganda ko'rardingiz degan shu savol, shu javob bergansiz. Ya'ni 2017-yil PSJga remontada qilgan Barselonani birinchi va oxirgi gollarini kim urgan? Oxirgi golni nima urgan? Sergio Roberto urgan. Birinchi golda Suarez urgan. 3-daqiqada. 3-daqiqada kalla bilan urgan. Varataga kirmadi bo'lib ketgan. Shunaqa. Ikkinchi gol Iniesta urgan. Uchinchi golda kim urgan esimda? Avtogol bo'lgan. Avtogol bo'lgan. Keyin Neymar urgan. Bitta penalti, bitta shtrafdan ham ajoyib. Oxirgisini Sergio Roberto urgan. Shunaqa. Bizni demak birinchisini topa olmadingiz, ikkinchisini tarixda eng ko'p gol urgan rekord. Ikkita savolimizga topa olmabsiz. Ruxsat bersangiz, endi ikkita shartimizni aytsak.
Birinchi shartimiz shunaqaki, mana shu podkastimiz chiqqanda iltimos qilib qolardik sizga, storiesingizga shu podkast linkini qo'yib bersangiz, muxlislaringizga ham qiziq bo'lardi. Va ikkinchi shartimiz shunaqaki, siz bilan yana bir katta bir intervyu qilamiz. Qanaqa desangiz, unda sizni o'sha bir kunlik hayotingizni olib chiqamiz. O'zi san'atkor odam qanaqa qiyinchiliklarga duch keladi yoki futbol ashaddiy muxlislar futbolni qanaqa ko'radi, san'atkorlar ichida qanaqa muhokamalar bo'ladi. Ruxsat bersangiz shunaqa intervyu qilamiz. Xudo xolisa, agar syomkalardan bo'sh bo'lgan vaqtimiz bo'ladigan bo'lsa, muammosi yo'q. Xudo Bo'ldi, bu yana gaplashamiz buni hozir. Xudo xolisa. Katta rahmat. Endi so'nggi so'z o'rnida sizdan bir narsani so'rab qolamiz. Barcha davrlarning eng kuchli Barselona jamoasini tuzib berishingizni. Darvozada darvozabon masalasi juda chatadamizda. To'g'ri lekin. Endi masalan Ter Stegen'da ham prime time yaxshi bo'lgan, Valdesda ham prime time yaxshi bo'lgan. Undan oldin masalan Subisarettalar ham yaxshi turgan. Hozirgi masalan Joan Garcia masalan juda yaxshi darvozabon, lekin endi bu hali qanaqa natijaga erishadi-yu, Xudo bilan. Keling bo'lmasa Viktor Valdes bo'la qolsin. Himoyachilar chap tomonda Abidalni qo'yaylik. O'ng qanotda Dani Alves. O'rtada himoyachilar Carlos Puyol, Ronald Koeman. O'rtada. Bularga qo'yaylik Busquets, Xavi Iniesta baribir. Iloji yo'q, menimcha boshqasini qo'yishdi. Oldinda baribir o'zim yaxshi ko'rgan o'yinchilar qolib ketib qolyapti-da. Keling, unda bunaqa qilamiz. Zaxiraga ham olib qo'ying bemalol futbolchilarni. Oldinda Ronaldinho, Messi, Suarez, Neymar shu endi shulardan qaysi biri jarohatda bo'lsa, travmada bo'lsa, zaxirada bo'ladi. Endi bilmayman, endi baribir shu o'yinchilar o'zim yaxshi ko'rgan o'yinlarini boshqa qilib. Endi masalan boshqa o'yinchilar ham bor, Barselonaning o'yinlarini har qatda yaxshi ko'rib kuzatganman, boshqa qilganman. Pikeri ham masalan o'yinlari yoqadi, hozir Pedrini ham o'yinlari yoqadi. Endi baribirga ham haligi eng top davri shunaqa. Lekin masalan ko'pchilik aytadi, Guardiola davri, lekin bu maktabni baribir qurib ketgan Yohan Kroyfni bilaman. U aynan uni murabbiylik davrida Barselonani shu g'alabalariga asosiy fundament shu davrdan quyilgan deb bilaman. Murabbiy qo'yish kerak bo'ladigan bo'lsa, Yohan Kroyf degan bo'lar. Zo'r. Tashrif uchun katta rahmat Otabek aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga ham rahmat. Katta rahmat. Sizlar bilan Fanat loyihasi navbatdagi son Otabek Mirzaxonov bilan bo'ldi. Izohlaringizni fikrlarda yozib qoldiring. Qanaqa savollaringiz bor va biz unga albatta javob berishga harakat qilamiz. Like bosishni, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sonlarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Albatta bugun gapirilgan suhbatdagi bir boshqa jamoani muxlislari bo'lsa, noto'g'ri tushunishmaydi degan umiddamiz. Hamma jamoalarni yaxshi ko'ramiz, futbolni yaxshi ko'ramiz. Faqat futbolni yaxshi ko'rib, mazaq tomosha qiladigan muxlislar uchun yoqimli bo'ladigan o'yinlar ko'paysin deymiz. Shunaqa. Salomat bo'linglar. Bu suhbatda gapirilgan gaplar bu shunchaki bu mana bir shaxsiy fikrlarim. Kimdir qo'shilar, kimdir qo'shilmas. Bu ham ularning shaxsiy fikrlari. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat.